Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar hamda abituriyent yoshlar. Bugun 5-mavzuni yechimlarini ko'rib o'tamiz. Demak, 5 ga karrali ko'rib berishga qaror qildim sizlarga. Qulayroq bo'ladi hisob-kitobingizga. Demak, 5-masaladan boshlaymiz. 5-masalada shartini o'qiyapman. Mashina dastavval 3 minut ichida 36 kilometr taqsim soat tezlik bilan. Demak, 3 minut 36 kilometr taqsim soat. Keyin 5 minut davomida 54 tezlik bilan kilometr taqsim soatda 5 minutda 54 kilometr taqsim soat tezlik bilan yuribdi. So'ngra 10 minut ichida, demak 10 minut ichida 72 kilometr taqsim soat bilan harakatlanibdi. Mashinaning o'rtacha tezligini toping. Demak, va o'rtacha topishimiz kerak ekan kilometr taqsim soatda. Xo'p, metr taqsim sekundga o'tkazishga juda ham qulay bo'lib turibdi mana bu sonlar. Va minut sekundga o'tkazib olsak qulaylashadi misolimiz. Demak, biz S1, S2, S3 ni topib olsak va o'rtacha barobar S umumiy taqsim T umumiy formulaga qo'yib ishlayveramiz. Demak, S1 barobar V1 ko'paytiruv T1 formuladan V1 36 km/soat metr taqsim sekundga o'tkazsak 10 bo'ladi. Ko'paytiruv 3 minutimiz. 3 minutni 60 ga ko'paytirsak sekundga o'tadi. Demak, 3 kere 6 18, 2 ta 0 bilan 1800 metr. S2 V2 ko'paytiruv T2 V2 bizda 15 metr taqsim sekund. 5 minutda ham o'tkazib ketamiz. 60 ga ko'paytirsak sekundga o'tadi. 6 kere 5 30. Demak, 15 ko'paytiruv 300. 15 dan 3 tasi 45, orqasida 2 ta 0 bor. Metrda chiqyapti. S3 V3 ko'paytiruv T3 formulaga asosan. Demak, V3imiz 20 ekan. 3 6 ga bo'lsak 20 bo'ladi. Ko'paytiruv 10 minutimizni sekundga o'tkazib ketamiz. 60 ga ko'paytirib 2 kere 6 12. Ortada 3 ta 0 bor ekan. Demak, yo'llar umumiy yo'l chiqdi. S umumiy barobar barchasini qo'shadigan bo'lsak 12000 ga 4500 1800. Demak, 16,5 16,5 ga 1,8 17,5 18,3 18300 metr. T umumiy vaqt bizda 3 minut qo'shamiz 5 minut qo'shamiz 10 minut. Barchasini qo'shadigan bo'lsak 18 minut bo'lyapti. 18 minut. Endi o'rtacha tezlik teng S umumiy taqsim T umumiy. 18300 bo'lib 18 minutni soatga o'tkazish uchun buni 60 ga bo'lamiz. Ya'ni 18 taqsim 60 yozmasdan suratga 60 ko'paytirib ketaverik. Endi mana bu bizda metrda turibdi hozir. Kilometrga o'tkazish uchun 3 ta 0 o'chirib olyapman. 18 bilan 6 ni qisqartirsam bunga bitta, bunga 3 ta bo'ladi. 183 ni 3 bilan qisqartiradigan bo'lsam bunga bitta, bunga 60 bitta bo'lyapti. 61 kilometr taqsim soat chiqyapti bizda javob. Demak, bu javob bizda S variantda berilgan. Demak, javobimiz S varianti.
10-masalaga diqqat qilamiz. 10-masalaga qaraydigan bo'lsak, shartini o'qiyapman. Tayyorlov kursiga kelayotgan abituriyent oldin yo'lning 3 kilometrini 20 minutda bosib o'tdi va yo'lda uxlab qoldi. Demak, uch kilometr yo'lni 20 minutda bosib o'tyapti. Qandaydir buni V1 tezligi bor albatta. T1 vaqti 20 minut, S1 masofa 3 kilometr. Demak, uyg'ongach qolgan 3 kilometr yo'lni yana 20 minutda bosib o'tdi. Qolgan S2 ham 3 kilometr ekan. Yana 20 minutda bosib o'tyapti. Faqat mana bu yerda ular uxlab qolgan ekan. Bu yerda Tx vaqt bor bizda. Tx vaqt. Va o'rtacha. O'rtacha tezlik bizda agar abituriyentlarning butun yo'ldagi o'rtacha tezligi 3 bo'lsa, kilometr taqsim soatda berilyapti. U yo'lda necha minut uxlab qolgan? Demak, qaysi formulaga qo'ysam bo'ladi? Yo'l teng bo'linganga qo'yadigan bo'lsak bo'ladimi? Yo'q. Umumiy formuladan ketaveraylik. O'rtacha tezlik barobar S umumiy taqsim T umumiy. Mana shu formuladan ketib qolamiz endi. Shundan ketadigan bo'lsak, o'rtacha tezlik o'rniga demak 3 barobar S umumiy 3 ga 3 qo'shsam 6 kilometr. Mana bu 20 qo'shuv 20. 20 qo'shuv 20. Qo'shuv oradagi uxlab qolgan vaqti Tx deb belgiladik. Biz minutda olyapmiz. Soatga o'tkazish uchun buni 60 ga bo'lib o'ramiz. Mana bu 6 bilan 3 qisqartirsak bo'ladi. 2 60 yuqoriga chiqadi suratga. Ya'ni bu birga ko'paytma bo'lib chiqadi. Shunda 40 qo'shuv Tx barobar 120. Bundan Tx topsak bo'ladi. Tx barobar 80. S javobda keltirilgan ushbu variant. Demak, keyingi masalaga diqqat qiladigan bo'lsak, 15. 15-masala sharti. Kater yo'lning birinchi yarmini ikkinchi yarmiga qaraganda 3 marta katta tezlikda o'tdi. Agar katerning o'rtacha tezligi 6 km taqsim soat bo'lsa, yo'lning birinchi yarmidagi tezligini toping. Demak, kater bor ekan. Kater delik qilib daryoda ketdi. Umumiy masofa bizda S bo'ladigan bo'lsa, yo'lning birinchi yarmini degan S taqsim 2 ga tushadi formulamizga. S taqsim 2 S taqsim 2 qilib oladigan bo'lsak, birinchi yarmini ikkinchi yarmiga nisbatan 3 marta katta tezlikda o'tdi. Demak, birinchi yarmi kattaroq tezlikda o'tibdi. 3 ta V qilib olsak, keyingi yarmida tezligi V bo'lgan. Butun yo'ldagi o'rtacha tezlik bizga berilgan. O'rtacha tezligi 6 km taqsim soat. Mana shunday. Yo'lning birinchi yarmidagi tezligini toping. Mana bu 3V ni topishimiz kerak biz. V ni emas, 3V ni. Bizda yo'l teng 2 bo'lganda o'rtacha tezlik V o'rtacha barobar 2V1 V2 taqsim V1 plus V2 edi. Mana shu formulaga qo'yamizda osongina topamiz. Misolimiz yechimini. Demak, ushbu formuladan 6 ni olib keladigan bo'lsak, 6 barobar 2 ko'paytiruv 3 ta V ko'paytiruv V taqsim 3V ga V ni qo'shib yuborsam 4V.
v bilan v qisqaradi. 4 bilan 2 qisqarsa mana bu yerda 2 bunda 1 bo'ladi. 2 bunga ko'paysa yoki qisqartirsak ham bo'laveradi. Mana shu yerda 1 u 2. 2 kere 2 mana bu yerda v qolyapti mana. V teng ekan 4 ga. Bizga nima kerak edi? 3v kerak edi. Shuning uchun har ikkala tarafni 3 ga ko'paytirib qo'yamiz mana bunday qilib. 12 kilometr taqsim soatga teng ekan. 12 bizda S variantda keltirilgan. Demak, keyingi masalaga diqqat qiladigan bo'lsak, 20-masalaga o'tyapmiz. Ushbu masalada poyezd yo'lning birinchi yarmini ikkinchi yarmiga qaraganda 2 marta katta tezlik bilan bosib o'tdi. Poyezd yo'lni birinchi yarmini ikkinchi yarmiga qaraganda 2 marta katta tezlik bilan bosib o'tibdi. Xo'p. Poyezd yo'lga tushdi mana. Bizni poyezd tezyurar poyezdimiz yo'lga tushdi o'rtoqlar. Umumiy yo'l mana bu. Yo'lning birinchi yarmi, ikkinchi yarmi deb o'zi yo'l teng 2 ga bo'linganligini aytib qo'yapti bizga o'zi bular. Poyezd yo'lning birinchi yarmini ikkinchi yarmiga qaraganda 2 marta katta tezlik bilan bosib o'tdi. Demak, 2v qiladigan bo'lsak, ikkinchi yarmi v bo'ladi. S taqsim 2 u S taqsim 2. Yo'l teng 2 ga bo'linibdi. Uning butun harakat davomida o'rtacha tezligi 54 kilometr taqsim soat bo'lsa deyapti. Demak, v o'rtacha 54 kilometr taqsim soat. Metr taqsim sekundda 15 bo'ladi. 15 metr taqsim sekund. Yo'lning birinchi yarmidagi tezligi qanday bo'lgan? Birinchi yarmidagi tezligi. Demak, biz 2v ni topamiz ekan, v ni emas. 2v ni topib ketamiz. Xo'p. V o'rtacha barobar 2 ta v1 v2 taqsim v1 plus v2 dan foydalanishga qaror qildim. Nima uchun? Chunki yo'l teng 2 ga bo'lingan. Shuning uchun ushbu formuladan foydalanyapmiz. Hisob-kitob qo'yish qoldi xolos. 15 teng 2 ko'paytiruv 2v ko'paytiruv v taqsim 2v ga v ni qo'shsam 3v. Bu yerda vlar qisqarib ketadi bizda. Vlar qisqarib ketadigan bo'lsa 3 bu tomonga ko'paytma qilib olib chiqadigan bo'lsak, hop 45 teng 2 ko'paytiruv 2v. Bizga 2v kerak-da o'rtoqlar. Shuning uchun 45 ni 2 ga qisqartirsak yetarli. 22,5. Demak 2v barobar 22,5 metr taqsim sekund. Bizda ham o'z metr taqsim sekundda so'ragan, shuning uchun javobni variantlardan qaraydigan bo'lsak, B variantda keltirilgan. 25-masalani o'qiyapman. Avtomobil manzilgacha bo'lgan masofaning 0,6 qismi. 0,6 ni biz 6 taqsim m taqsim k qismini ma'ruzada tushuntirganmiz. 6 taqsim 10 olyapmiz. 6 bilan 10 ni qisqartirsak 2 ga. 3 taqsim 5 ga aylanadi. Demak, m 3 ga teng, k 5 ga teng, m hop k ayru m deylik. Demak, 2 ga teng. Mana bu ayirma. Demak, 0,6 qismini 7 tezlik bilan, qolgan qismini 12 tezlik bilan. V1 bizda 7 metr taqsim sekund ekan. V2 bizda 12 metr taqsim sekundga teng ekan. Mana bu holatda o'rtacha tezlik aniqlansin degan savol qo'yilyapti bizga. Mana bu yo'l bo'ladigan bo'lsa, mana ma'ruzada tushuntirib o'tganman buni albatta. Shu yo'l bo'ladigan bo'lsa, mana bu m taqsim k qismi s ni butun yo'l s. Mana bu
Qolgan qismi. Ya'ni 1 dan ayirib yuborsam, k ayru m taqsim k ko'paytiruv s. Mana bu qismini v1 tezlik bilan bosib o'tgan jism mana bu yergacha va qolganini v2 tezlik bilan bosib o'tgan. O'rtacha tezlikni so'rabdi bizdan. O'rtacha tezlikni metr taqsim sekundda so'ragan. Demak, formulani yozib qolamiz. Formula v o'rtacha barobar k v1 v2 taqsim m v2 plus k ayru m ko'paytiruv v1. Ma'ruzada yaxshilab tushuntirib qo'yganmiz buni. Isbotini qayerdan kelib chiqdi. Shuning uchun agar tushunmaganlar bo'lsa, ichingizda mavzusini bir video darsligini ko'rib olamiz. Demak, v o'rtacha barobar k nechi edi bizda? 5 edi. 5 ko'paytiruv 7 ko'paytiruv 12 taqsim m 3 ga teng. 3 ko'paytiruv 7 qo'shuv 2 ayirmasi. 2 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 12 ekan o'rtoqlar. Mana shu yerda 7 yozib ketibman. 2 ko'paytiruv 7. Hisob kitob qiladigan bo'lsak 5 7 12 taqsim 3 kere 12 36. 36 ga mana bu 14 50. 5 bilan qisqartirsam bunga 10 ta bunga bitta 84 taqsim 10. Bitta nol o'chirib virgul bitta qaytarib qo'ysak 8,4 degan javob kelib chiqyapti bizda. Demak, ushbu variant S javobda keltirilgan. Bugun juda ko'p S javoblar chiqyapti bizda. Demak, 25 dan keyingi misolimiz 30-masala. 30-masalada shartini o'qiydigan bo'lsak, haydovchi yo'lni teng to'rtga bo'lib olibdi-da. Birinchi qismini v1, ikkinchisini 2 v, birinchi qismini v, ikkinchi qismini 2v, uchinchi qismini 3v, to'rtinchi qismini 4v. Tezlik bilan bosib o'tdi. Haydovchining butun yo'ldagi o'rtacha tezligini hisoblang. Xo'p, ushbu holatda S umumiy taqsim T umumiydan ketsa ham bo'laveradi. Mana bu butun yo'l bo'ladigan bo'lsa, teng 4 ga bo'linyapti yo'l. Va tezliklarimiz mos ravishda v, 2v, 3v hamda 4v tezliklar bilan harakat qilyapti ekan. Bizda o'rtacha tezlik so'rayapti. Har bir bo'lak S taqsim 4 dan. S taqsim 4, S taqsim 4, S taqsim 4. Mana shu holatda ekan. Xo'p. V o'rtacha barobar 2 ga bo'linganda 2 va 1 va 2 edi. Endi 4 ga bo'linganda 4 va 1 va 2 va 3 va 4 bo'ladi, o'rtoqlar. 4 ta va 1 va 2 va 3 va 4 taqsim endi kombinatsiya bo'ladi. Bu yerda va 1 va 2 va 3 plus va 2 va 3 va 4 plus va 3 va 4 va 1 plus va 4 va 1 va 2 bo'ladi mana. Mana shunday. Demak, bittadan ishlatilmagani qoladi ichida. Mana bu yerda 4 yo'q, bunda 1 yo'q, bunda 2 yo'q, bunda 3 yo'q mana. Mana shu tarzda hisob kitob qilib bo'lsak, o'rtacha tezligimiz kelib chiqadi. 4 ko'paytiruv v ko'paytiruv 2v ko'paytiruv 3v ko'paytiramiz 4v taqsim v ko'paytiruv 2v ko'paytiruv 3v plus 2v ko'paytiruv 3v ko'paytiramiz 4v plus 3v 4v ko'paytiruv v plus 4v ko'paytiruv v ko'paytiruv 2v.
Mana shu 3 tadan vlar o'chirib tashlaylik, bizda osongina hisob kitob qoladi keyin. Ya'ni mahrajdan 3 ta v ni olib chiqib ketsak, suratdagi 3 ta v ni bilan qisqarib ketadi-da, bizda bitta v qoladi. Bunisiga hamma tushunadi deb o'ylayman. Bizda yuqorida 4 ko'paytiruv, 2 ko'paytiruv, 3 ko'paytiruv, 4 ko'paytiruv v qoldi. Taqsim mahraj 2 kere 3 6 plus hop 2 kere 3 6 6 kere 4 24 plus 3 kere 4 12 plus 4 kere 2 8. Bunga buni sherik qilib, bunga buni sherik qilsak, qo'shsak 20, qo'shsak 30, jami 50 bo'lyapti. 50 bo'ladigan bo'lsa 4 kere 2 8, 8 kere 3 24, 24 kere 4 24 24 48 96 bo'lyapti. 2 ga ko'paytirib olsak, mana shu holatda 192 taqsim yonida vasi bor edi, o'rtoqlar. 192 taqsim 100 bo'lyapti. Mana bu yerdan 2 ta 0 o'chiradigan bo'lsak, bu yerdan 2 ta virgul qaytaramiz. 1,92. 1,92. Hop. 96 taqsim 50. Bizda javoblarga qaramay qolibmiz. Kasrli holatda ekan. Mana shu holatda 2 ga qisqartirib olsak, A javobda turib ekan. Shuning uchun 48 ta v taqsim 25 A javob. A javobga keltirilgan. Demak, masala shartini o'qiyapman. 35 ga keldik. 35 da vaqtning birinchi 3 taqsim 4 qismini vaqtning birinchi 3 taqsim 4 qismini 80 tezlik bilan, qolgan qismini 40 tezlik bilan bosib o'tgan poyezdning butun yo'ldagi o'rtacha tezligini toping. Kilometr taqsim soatga berilgan hamma birliklar, shuning uchun to'g'ridan to'g'ri yozib ketamiz. Demak, mana shu yerdan bo'laylik yo'lni. Mana bu yergacha S1 va qolgani S2 deb oladigan bo'lsak, masofani, demak, umumiy yo'lni T deb olyapmiz. Umumiy yo'lga sarflangan vaqtda T deb oladigan bo'lsak, 3 taqsim 4 T T1 ga teng. Qolgani 1 dan ayirib olsak, 1 taqsim 4 T ga teng bo'ladi. Bu T2 bo'ladi. Mana bu yerda v tezligimiz bor, 40. Mana bu yerda demak v1 tezligimiz bor, 80. O'rtacha tezlik so'ragan bizdan. O'rtacha tezlik barobar S umumiy taqsim T umumiydan ketaveramiz. Umumiy vaqt bizda aniq, T ga teng. Endi S1 plus S2 qilib olyapmiz. S1 plus S2. S1 nimaga teng? V1 T1 ga teng. V1 T1. V ni o'rniga 80 yozyapman-da. T ni o'rniga 3 ta T taqsim 4 plus S2 ni o'rniga V2 T2 bo'ladi. T2 1 taqsim 4 ta T va V2 40 ga teng. 40 ko'paytiruv T taqsim 4 taqsim T. Mana shu yerdan T ni olib chiqib ketdik deb tasavvur qildik-da, mana qisqartirib yubordik o'sha T'larni. Bizda soddaroq ko'rinishga o'tdi masalamiz. 20 bo'ladi. Bu bilan qisqarsa, demak, uni 1 bo'ladi. 20 kere 3 60, 10 ni qo'shsam 70 kilometr taqsim soatda kelib chiqyapti javobimiz. Bizda bu javob S varianti keltirilgan. 40-masala, demak, qayiqni suzib borish va kelishdagi vaqtlar nisbati berilganda qayiq tezligini topish masalasi berilibdi. Mana shu masalaga
formula yozib ketaman. Demak, qayiqni so'raganda qaysi formuladan foydalanamiz? Oqim so'raganda qaysi formula yozib ketaman. Birinchisi v qayiqni so'rasa, o'rtacha tezligini berib yoki o'rtacha tezlikni topish kerak bo'lsa, v o'rtacha barobar 4 ta t borish, t kelish taqsim t borish plus t kelishning qavsda kvadrati ko'paytiruv v qayiq. Mana bu holatdan qayiqni topsangiz bo'ladi tezligini. Yoki keyingi formulamiz, demak, ikkinchi formula v oqim tezligini so'rasa agar o'rtacha tezlikni berib, v o'rtacha barobar 4 ta t borish, t kelish taqsim t kelishning kvadrati ayiruv t borishning kvadrati ko'paytiruv v oqimga qo'yasiz. Buni isboti juda uzun. Shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri formulasini yodlab qo'yinglar. Maslahatim. Mana shu formulaga qo'ysanglar, demak, mana bu birinchi formuladan 44 ning javobi S kelib chiqadi. Mana bu yerga yozib qo'yaman. 44-masalaning javobi demak S chiqadi. Formulasi mana. Mana shu birinchi qayiq tezligini so'raganda. Va bizda oxirgi masala 44. 44-masalada quyidagi koordinataning vaqtga bog'lanish grafiki berilgan. 0 ta vaqt oralig'idagi o'rtacha tezlik v1 ga teng ekan. Demak, o'rtacha tezligimiz v1 ga teng. T vaqt momentidagi oniy tezlik v2 ga teng. V oniy tezlik v2 ga teng bo'lsa, v1 taqsim v2 nisbati so'rayapti ekan. v1 taqsim v2. Oldin v1 v2 ni aniqlab olaylik bu yerdan ma'lumotlardan foydalanib. Demak, dastlab vaqt nolligida koordinata -x da bo'lgan, mana. Keyin vaqt keldi, t vaqtga kelganda koordinata grafikka qaraydigan bo'lsak, mana bu parabola grafikka qaraydigan bo'lsak, 2x ga ketdi. Oradagi masofa necha? 2x dan -x ayirsam qo'shilib ketadi-da, 3x bo'ladi. V o'rtacha teng 3x taqsim t bo'ldi. Endi oniy tezlik. Tezligini topish uchun nima qilardik? Tezlikni topish uchun koordinatadan hosila olamiz. Hosila degani mana bu urinma degani, urinma kelib chiqadi. Urinma qaraydigan bo'lsak, urinmadan tezlik nimaga teng edi? Mana bu yerdagi tangens alfa tezlikka berardi. Tangens alfa nimaga teng? Mana bu masofani, ya'ni qarshisidagi katetni yopishgan katetga nisbatiga teng. Yopishgan katetni t ga teng. Qarshisidagi masofa oraliq 2x dan x ayirsam x ga teng. Demak, v oniy teng ekan x taqsim t ga. Endi v1 taqsim v2 ga yuzlanamiz. v1 o'rtacha edi. v2 oniy tezlik edi. v1 o'rniga demak 3x taqsim t ni qo'yamiz. 3x taqsim t bo'lamiz x taqsim t. Mana bu yerdagi x taqsim t'lar qisqarib ketadigan bo'lsa, bizda buni javobi 3 chiqyapti. Ushbu javob S variantida keltirilgan. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Savollar bo'lsa agar mana shu Fizika Trend kanalimizga yuborsanglar, qo'ldan kelgancha yordam qilamiz yoki kuchi yetganlar yordam beradi. Salomat bo'ling.